Tavba, restoranga ham shunaqa ahvolda keladimi? Nima qilibdi? Bor, qara. Yo'q, meni mijozlarim bor. Stol bron qilishgan, hozir qarashim kerak ularga. Ha, bor, unda sen qara. Opa, meni ishlarim bor. O'zingiz qarab turavering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz restoranimizga. Nima buyurasiz? Rahmat. Maylimi menyuni ko'rsam? Bemalol. Siz qaysi ovqatni tavsiya qila olasiz? Bugun tug'ilgan kunim. Shuning uchun bir o'zimni xursand qilay deb restoranga kelganman. O'zi qancha pulingiz bor? 500 mingcha bor. Yaxshi. Sizga unda mana bu go'shtli assortini tavsiya qilaman. Ha, ichga nimani tanlaysiz? Sharbat bo'la qolsin. Bo'ldi, xo'p, hozir olib kelaman. Shoshmang. Nabi, O'zi bergan buyurtmamga sizga aytgan pulim yetarmikan? albatta yetadi. Pulingizga yarasha ovqatni taklif qiling. Xavotir olmang. Ovqatlarimiz yoqdimi? Ha, rahmat.